Albatta bu festivalni aynan mana shu ilmiy amaliy konferensiyasiga ham ahamiyat beradigan bo'lsanglar, mavzusiga mana shu aynan globallashuv zamonida bugun hammamiz ko'ryapmiz, globallashuv bu asosan qadriyatlarga, madaniyatga tahdid soluvchi bir qanaqadir yangi tendensiya bunda, ya'ni xalqlarni qadriyatlarini, madaniyatlarini qorishtirish yoki umuman yagona madaniyat ostida insoniyatni birlashtirish degan bir globallashuvni asl maqsadi mana shulardan iborat. Demak, bunda har qanday milliy madaniyatlarga